Voy 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 voy. Shu oshpaz badanda. Oshpaz. Mana bu palov. O'tibman Bo'lmasa biz mana. palovga boshlaymiz do'stlar. Assalomu alaykum oshpaz akalar, xormanglar. Alaykum assalom. Nima bo'lyapti endi bu yerda? Oshpazlik qilyapmiz aka. Oshpazlik qilyapmiz aka mana. Bo'lmasa bosh oshpaz, men shogird o'tincha. Oshpaz akalarimiz, bosh oshpaz va shogird ikkalasi nima pishiryapsizlar endi shunda? Osh turkman palov. Bu yerda hozirda afg'oncha turkman palov pishirishyapti afg'onistonlik odamlar. Bu endi dam olishga keldingizmi? Shogird aka, endi sizdan bir ozgina suhbat olaylik. Ha, dam olishga keldik. Mana nima deytam ekan, jangallik, Afg'oniston jangallik, ana shu yoqqa dam olishga keldik. 5 nafar bo'lib. Dalaga kelgansizlar, ha? O'zbek tilida dala deydi. Ha, o'zbek tilida dala deydi. Ha, shu dalaga kelgan edik. Mana shu yoqda o'choq qurishdik, qozon kuydirdik. Mashalloh, mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka. Bu endi qachon guruchni tashlaysizlar menga? Shuni oshpazimiz ustodim keltiryapti. Mas'uling mana guruch tashlang. Asanoq. Ha, bosh oshpazimiz guruchni hozir tashlaydi, guruch. To'xtang, qani bitta video ko'raylik. Mashalloh. Zo'r osh bo'ladi endi bu. Inshaalloh, xudo xolasa. Nasib bo'lsa inshaalloh. Mashalloh, mashalloh. Do'stlar, mana shunaqa bolalar bilan goh-gohida hayit bayram deganda o'sha paytlar, juma kunlari, dam olish kunlari kelib turamiz. ha shunaqa dalalarga, dalazorlarga, cho'lliklarga chiqib, hozir endi bu yoz bo'lib ketadi, yoz bo'lgani uchun bo'sh paytimizda juma kunlari Afg'onistonda juma kuni dam olish bo'ladi. O'shaning uchun dam olishda bolalar aylanishga chiqishadi. Shunaqa osh pishirishadi yoki bo'lmasam aylanishga chiqishadi. Men bu yoqda joy qilib qo'yishganda, keyin shu yoqda nasib bo'lsa ikkita mototsiklda kelishgan. Men bu yoqdan tog'alarimiz ham kelishyapti. Mulla tog'a, Yo'q, o'shaning uchun daryoning bo'yiga suvga qo'yib qaytdik. Mana Xaladinikiga qo'ydik, ha. Muzlatishga qo'yib keldik, ha. Daryoga loyga ko'mib qaytgandik. Ko'rganingizdek, texnika bu yangi texnika. texnika. Loyga ko'mib qaytamiz. Yaqtikkina bo'lib, to'q buni qaranglar. Ha, muzlab turadi endi shunda. Zo'r-da bu. Men yo'ding tashlab. Demak, Omidaryo shu yerga yaqin. Ha, Omidaryoga qo'yib qaytdik. Ha, yaxshi. Bu qanaqa bu? Coca-Cola. Bu mana. Inglizcha yozilgan. Qarang do'stlar, hech qayerda yo'q, faqat Afg'onistonda Coca-Cola yozilgan. Bu tarafini o'giring. Qarang, bu yerda fors tilida yozilgan. Qaysi davlatda ko'rsangiz ko'ringlar, lekin hech qayerda yo'q, Afg'onistonda faqat o'zida bor. Coca-Cola bu yerda fors tilida yozilgan. Mototsiklda kelishadi. Shunaqa bolalar aylangani. Faqat dam olish kunlari. Men bu yerda endi ko'rinayotgan bo'lsa, xo'p, ana Amudaryo. Nargi tarafi esa O'zbekiston Surxondaryo. O'zbekiston Surxondaryo. Bu taraf esa Afg'oniston Balx viloyati Sho'rtepa tumani. Qaranglar, hozir Amudaryo qanchalik yemirib Afg'oniston ichkarisiga o'tib va yo'llarni yemirib ketganini ko'rsataman. Qaranglar, mana bu yoq endi Afg'oniston daryo. Amudaryo degani o'sha O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida, chegarasida bo'lgan Amudaryo. Qaranglar mana. Amudaryo ko'rayotgan bo'lsangiz qanchalik yemirib ketgan o taraflarni. Xo'p, ana. Nargi taraf cho'llik. Qaranglar, mana bu
daryo aylanib, ana u yoqdan aylanib, yo'llarni yemirib boshqa qilib keyin o'rtani qaranglar, o'rtani esa suv bosmagan. U yoqda daraxtlar ko'kalamzorli bo'lib o'sib ketgan u yoqda. Mana bu taraf esa katta daryo oqyapti. Ko'rayotganingizdek. Nargi taraf O'zbekiston Surxondaryo. Ana O'zbekistondan shox shabama nimalarni yoqishadi-yu. Keyin ko'kalamzorli bo'lib, yam-yashil bo'lib turishadi. Bu yoqlar. Xo'p, ana u nimalarni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha joydan yo'l o'tgandi. Cho'llik, qum. U qum juda ham baland. Agar ovqatni yeb bo'lgandan keyin inshaalloh nasib bo'lsa, bolalar ketamiz deysa, o'sha yoqqa ham borib ko'rsatamiz. Qanaqa yo'l o'tgan, qanaqa joy bo'lgan, hammasini ko'rsatamiz u yerda. O'sha daryo yemirib, yo'lda olib, daryo o'rtasida qolganda, keyin o'sha vapshi baland o'sha qumlar. O'sha qumni ustidan yo'l qilishib, nargi tumanga o'tishadi odamlar. Mashina, motosikl. Bu yoqda u taraf tumani vapshimi katta. Biznikiga qaraganda 4, 6, 7 barobar katta. Bizniki esa kichkina tuman. O'zbekiston Surxondaryo. Bu esa Amudaryo suvi. Hamma biladi buni. Amudaryo suvi loyqa bo'lib turgan. Qaranglar do'stlar. Ana O'zbekiston Surxondaryo. Yaxshi ko'rinyaptimi, bilmadim-ku. Nargi taraf Surxondaryo. Yangi domlar qurilyapti ana u yerda 4-5 ta qurilyapti. Amudaryo qaranglar, qanchalik yemirib bu o'tib ketgan. Qanchalik yemirib Afg'oniston ichiga o'tib ketgan Amudaryo. Qaranglar. Xo'p, nargi taraflarga o'tib ketgan. Yo'lni vapshim yopib tashlaganda daryo. Keyin o'sha baland qumlik ustidan yo'l qilib o'tib ketishadi odamlar. Do'stlar, mana hozir oshpaz akamizning oldiga keldik. Mashalloh. Tuz solganmiz, tuzni ko'rdingizlarmi, aka? Ko'rdim, ko'randi. Pishyapti endi. Bu endi 10 minut, 5 minutlardan zo'r afg'on turkmancha osh bo'ladi nasib bo'lsa inshaalloh. Bosh oshpazimiz. Tuzini ko'ryapti, ha? Kimmi? Nima bexib baravar. Tuzi barabarmi? Tuzi barabar Gap deyapti. yo'q, malades lekin. Oshpaz akamiz endi vapshi bu zo'r palov tayyorlaydi-da. Oshpaz aka necha minutdan pishadi endi bu yo'q? 20 minutdan pishadi. Nasib bo'lsa inshaalloh. Voy. Bismillahirrohmanirrohim. Bu guruch, qanaqa guruch bu? Oshpaz tog'a. Bu birinchimiz guruchimiz nima? Hindi. Hindcha guruch. Hindi. Guruch. Uzr adashib ketdim endi bu yo'q, mashalloh. Bay. Hidi shu yerga ham kelyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Boshlariga ekan. Yondiryapti. Asın demlatim. Qaynan yoqtiradi. Qaynan Yo'q hali. Bir xata bo'lmaydi, bu Mashalloh. Go'shti ham bormi buni? Aka? Bor. Tagidami? Tagida. Tagida qo'ygansiz. Endi bu ko'rinishdan chotki osh bo'lganga o'xshayapti. Buni endi yeb ko'rib mazza. Menimcha dahshat mazali bo'ldi. Kelinglar. Buni endi yeb ko'rib endi baho beramiz-da. Yeb ko'rib. Kommentariyaga yozinglar azizlar, sizlar ham mana shunday dalalarda mana shunday palov tayyorlaganmisizlar? Endi o'tirib olamiz, yeb ko'rib. Mana bu nima deysizlar? Bizlar cho'dush deymiz, mana shunday. Yapsin. Choy qaynatamiz mana shunday. Bu turkman noni. Molla tog'a turkman noni-ya bu? Ha, turkman noni bu. Ko'rganingizdek, Afg'oniston o'z turkman nonlari tandurlarda yopiladigan non. Coca-Cola. Boya aytganimdek, Coca-Cola. Hech bir davlatda yo'q, lekin bu Afg'onistonda yozilgan Coca-Cola fors tilida. Oshpaz tog'amiz osh tashlayapti, oshni solyapti. Yog'li bo'lmoqdimi aka? Yo'q.
Yog'li bo'lsin, yog'li bo'lsin. Maşallah. Qistan var hatalmı? Ular qistan var ya. Çayda mutlaka beğendik ya. Voy 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 voy. Bizni 3 adam muqtasa bizni 2 adam muqta. Bo'ldi, to'ydim. Xididan ham to'ydim men o'zi. Lan yana aytib. Ko'rdingmi? Ha, qurshab chiqaradi, jampalma. 10 daqiqadan 4 daqiqa, 5 daqiqa havo chiqsa ya. Birini 3 neferlik taşı, birini 2 neferlik diye. Mina. Qaysi o'ralgan? To'la o'ram, bu o'ram. Ondan şöyle. Onun çok fayda kan. Sprite'dan nimadan shu? Yo'q. Biroq isa yo'qmi? Şunun mu? On tektirmin jurdadan tektir o. Oyun mu? Ne mi? Hadi. O'zbekiston fantasiga o'xshaydi. O'zbekiston fantasiga o'xshaydi. Nomi aniq ko'rmayapti, nomi yozilgan ekan menga. Ana oshpaz tog'amiz endi tashlayapti, oshni solyapti. Hammamizga yoqimli ishtaha. Olib kelinchi bir yeb ko'rib baho beraylik. Ramazon bayramini, Badrum böyle qo'y. Ramazon bayramini, Maşallah. Ramazon bayramini 3-kuni do'stlar bilan birga dalada palov tayyorlash jarayoni. Voy 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 voy. Shu oshpaz badanda. Oshpaz. Mana bir palon. Bo'lmasa biz palovga boshlaymiz do'stlar. Video shu yerda to'xtatamiz. Videomizga like va kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Hozirdan rahmat. Bo'lmasam video qo'llab-quvvatlashni unutmanglar bizlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatlar azizlar.